Dunyodagi eng mashhur jinsi brendi Levi's, futbolchilarni terlashni asraydigan Rexona va siz har kuni iste'mol qiladigan o'zbekona fast food o'rtasida nima umumiylik bor? Hech narsa, to'g'rimi? Kechagina Jahon chempionati 2026-yil o'z nihoyasiga yetdi, final bo'lib o'tdi va bugun mana va nihoyat ichimda yig'ilib qolgan hamma marketingga oid ma'lumotlarni sizlar bilan ulashishga kamera qarshisiga o'tirdim. Bugun biz futbolchilarning gollari yoki hakamlarning xatolari haqida gaplashmaymiz. Bugun biz turnir ortidagi eng asosiy, eng shafqatsiz o'yin bo'lgan milliard dollarlik marketing va biznes urushlari haqida gaplashamiz. The Guardian xabariga ko'ra, FIFA bu chempionatda rekord darajadagi 15 milliard dollardan ko'p daromad qildi. Bu tushunishlar uchun O'zbekistondagi eng katta kompaniya, ya'ni daromad keltiradigan kompaniyalardan biri Navoiy kon metallurgiyadan ham ko'proq. Navoiy kon metallurgiyasi o'tgan yili 11 milliard dollar daromad qildi. Bu O'zbekistondagi eng katta kompaniya. Prям Liboy, Marzinka, Liboyni solishtirsangiz eng kuchlisi va eng ko'p pul keltiradigani kon metallurgiyasi. O'shani o'zidan ham FIFA bu yil mana shu 2 oylik sezonda o'zidan translyatsiya, reklama va hokazo hamma narsadan sotib soqqani qilib kon metallurgiyasidan ko'proq daromad qildi. O'zi FIFA dastlab 11 milliard atrofida daromad qilishni prognoz qilgan, ya'ni nimadan nechta sotsa deb hisob-kitob ko'rishgan, lekin 4 milliard yana qo'shimcha daromad qilib qo'yishdi. Dastlab qatdan chiptalarni qayta sotishdagi ikki tomonlama komissiyalarini yo'lga qo'yishibdi. Ya'ni oldinlari faqat uni sotayotgan kompaniyadan 15% olishardi. Hozir olayotgan odamlarga ham 15% ustuna qo'yib qo'ygan. Va natijada 30% har bitta chipta sotuvidan foyda qilishni boshladi. Chiptadan tashqari, o'zliktadan 48 taga ko'paygan jamoalar va aqldan ozgan reklama integratsiyalari bilan FIFA yanada ham daromad qildi. Bugungi videomizda FIFA stadionida logosini to'sib qo'ygan Levi's brendini dahona qasdi, FIDAB qanday qilib Oqtepa nomidan raqobatchiga qarshi qurol sifatida foydalangani va o'zbek brendlarini Ronaldoga qilgan boykoti hamda dunyo va o'zbek brendlarini umuman o'zi qanaqa jahon chempionatida xatti-harakatlar qilganini ko'rib chiqamiz. Men butun mana shu 2 oy davomida futbolda ham kuzatdim, futbolda orqasida bo'layotgan qiziq marketing xatti-harakatlarini O'zbekiston va dunyodagilarni kuzatib, yig'ib, faktlarni yig'ib sizlarga mana shu ko'rsatuvni tayyorlashga qaror qildim. Videoni boshlashdan oldin albatta like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar. Mening kanalimda marketing, biznes, shaxsiy rivojlanish haqida gaplashamiz. Birinchi keysimiz Levi's keysi. Jahon chempionati boshlashdan prям oldin ajoyib partizanskiy marketing ishlab ketdi. Bu Levi's brendini FIFA bilan kelisha olmagani. AQShdagi eng mashhur stadionlardan biri San Fransiskodagi Levi's stadion, ya'ni ushbu jinsiy gigantda 100 millionlab dollar pul tikib, u stadionni nomini o'ziga sotib olgan. Ammo FIFA qoidalariga ko'ra turnir davomida stadion nomlarida rasmiy homiy bo'lmagan 3-brendlarning nomini ko'rish taqiqlanar ekan. Ya'ni Levi's FIFAga sponsorlik qilmagan, lekin stadionni sotib olgan. Va FIFA o'zini turnirida uni to'sib qo'yishga haqqi bor ekanda, shuning uchun yo pul ber dedi yoki biz seni logotipingni to'sib qo'yamiz dedi. Levi's nima qildi? Sudlashib, tortishib o'tirmadi. Shunchaki to'sur dedi va natijada FIFA stadiondagi Levi's nomini shunaqasiga to'sib qo'ydi. Levi's butun dunyo bo'ylab o'zini rasmiy do'konlardagi, kiyimlardagi va ijtimoiy tarmoqlardagi logotiplarini matolar bilan o'rab qo'yib, partizanskiy marketing qilishni boshladi. Biz turnir qoidalarini hurmat qilamiz, shuning uchun logotipimizni hamma joydan o'zimiz to'sib chiqdik deb reklama qildi. Natijada nima bo'ldi? Odamlar stadiondagi yopiq logotipga qarab ham Levi'sni sirasi eslashdi. Butun dunyoga bu xatti-harakat haqida hamma maqolalar, kompaniyalar gapirishni boshladi va zo'r PR ishlab ketdi. Oxir-oqibat bir tiyin sarflamasdan Levi's baribir ancha ko'proq reklama qilib olishga erishdi. Ikkinchi keysimiz Rolexdan Rexonaga o'tish. Maydonda bilamiz, futbolchilar almashganda yoki yangi qo'shimcha time qo'shilganda soat ko'rsatadigan momenti bor, ya'ni hakam chiqib raqamlarni ko'rsatadi va o'shani tagida odatda oldilari Rolex yoki Hewlett'ni reklamasi turadi. Rexona brendining egasi bo'lgan gigant Unilever kompaniyasi FIFA bilan boshqatdan shartnoma qilib 45 million dollarga o'sha joyda sotib oldi. Xo'sh, Rexona nega bu ishni qildi? Bu mass marketing. Futbolni faqat millionerlar ko'rmaydi. Uni har kuni Rexona ishlatadigan oddiy odamlar ko'radi. O'yinchi almashish lahzasi translyatsiyadagi eng yuqori diqqat nuqtasi hisoblanadi, ya'ni high attention zone deyiladi. O'yin to'xtagan hamma ekranga qarang. Rolex sizga faqat vaqtni ko'rsatsa, Rexona shu 90 daqiqa ichida futbolchilar va muxlislar euforiyadan terlamasligini eslatadi va jotki joyini topgan bo'ladi reklamada. Uchinchi keysimiz daromad 11 milliarddan 15 milliardga chiqishning yana bitta asosiy texnik siri FIFA yillar davomida ishlab kelgan an'anaviy matematikani buzib tashladi. Ilgari mundialda 30 ta davlat bo'lardi. Bu safar jamoalar soni 48 taga o'zgardi. O'yinlar soni esa 64 tadan 104 taga ko'paydi. Bu shunchaki jamoalar soni emas, bu translyatsiya huquqini inqilobi. Turnirga ulkan auditoriyaga yangi davlatlarning qo'shilishi o'sha hududlardagi telekanallarning translyatsiya paketlarini astronomik summalarga sotib olishga majbur qildi. Masalan, O'zbekiston agar chiqmaganda bizda unaqa katta shov-shuvlar, katta reklamli integratsiyalar bo'lmagan bo'lardi. Bundan tashqari hydration break, ya'ni o'rta tanaffusdan tashqari yana o'rtada 3 minutlik tanaffus qo'shildi va bu vaqtda ham alohida reklama maydonlari sotilishni boshladi.
ma'lumot uchun aynan faqat mana shu Hydration Rip 3 minutli 2 marta yangi qo'shilgan tanaffusni o'zi FIFA ga 250 million dollar qo'shimcha daromad keltirdi reklamalardan. Yana bitta qiziq fakt aytib o'tayman. Kecha jahon chempionatining finali bo'ldi. Argentina bilan Ispaniya o'ynadi. O'z-o'zidan reklama uchun joylar ancha ko'paygan, ya'ni o'rtada tanaffus bor, yana o'rtada ikkita tanaffus qo'shilgan, kichkina suv ichish tanaffuslari, hammasi bo'lib, xullas tanaffuslar juda ko'p va bu vaqt davomida o'zi aslida O'zbekiston Respublikasining reklama qonunchiligi bo'yicha televideniyadagi reklamalar 1 soat ichida 9 minutdan oshishi mumkin emas. Lekin bilmadim, kecha aniq kamida 15-20 minutdan oshiq 1 soat o'rtasida ketgan reklamalar ko'payib ketdi. 4-keysimiz. FIFA va global brendlar bu yil tomoshabinlar psixologiyasini ipidan-ignasigacha hisoblab yana 5 ta davxona trendni qo'llashdi. Birinchisi bu virtual LED ekranlar. Ya'ni bilasizlar, stadionning atrofida reklama panellari bor. Bular virtual texnologiyaga to'liq o'tdi. Siz televizorda o'zbek brendi reklamasini ko'rib turganingizda, xuddi shu daqiqada Angliyadagi muxlis mutlaqo boshqa brendni ham ko'rishi mumkin. Ya'ni qaysi davlatlardagi translyatsiyada o'zining reklamasini chiqishi mumkin yoki mumkin emasligini bemalol tanlay oladi. Masalan, bizda yo'q bo'lgan brend o'sha reklamalarni ko'rmasligimiz ham mumkin umuman hech qachon. Yoki masalan Lay's reklamasini ko'rib qolsangiz agar siz panellarda, demak O'zbekistonda Lay's sotiladi va uni ataylab odamlar O'zbekiston translyatsiyasida chiqishini o'sha panellarda tanlashgan. Ya'ni har bir davlat uchun o'sha panellarni o'zgartirish imkoniyatini qo'llashni boshlashdi. 5-keys TikTok va split screen. O'zbekistonda TikTok bloklangan, lekin boshqa davlatlarda ancha ommalashib yotibdi. Televizor ko'rmaydigan yangi pokoleniyadagi avlodlar uchun TikTok yoki vertikal kontent ko'rish juda qulay. Ayrim blogerlar va ayrim kompaniyalar bilan kelishgan holda FIFA split screen metodida, ya'ni vertikal ekranga tepaga o'yin, pastga o'sha blogerning reaksiyasini ko'rsatadigan jonli efirlarni uyushtirishni boshladi. Bu vaqt o'zida ham juda katta shartnomalar bo'ldi, FIFA bilan rasmiy ishlar bo'ldi va reklamalar katta-katta sotildi. Yangicha xullas translyatsiya metodi ochildi. Bu yangi avlodlar uchun juda qulay bo'ldi. 6-si smart merchlar. Adidas va Nike bu yilgi futbolkalarga maxsus NFC chiplarini o'rnatdi. Ya'ni agar siz ofitsialniy shu Adidas futbolkasini sotib olsangiz, masalan, Messinikini telefoningizga yaqinlashtirsangiz, futbolchining yopiq blogiga va u haqidagi ma'lumotlar joylashgan raqamli platformaga sizga dostуп ochiladi. Bu degani keyin prosta kiyim sotib olmaysiz, kiyimdan tashqari siz qanaqadir obunaga promokod sotib olasiz. Shunaqa qilib ular ham kiyimni qimmatroq sotdi, ham ko'proq sotdi. 7-keysimiz VAR va drama sponsorligi. Hamma nafasini yutib, hakamni VAR qarorini kutayotgan soniyalarda ekranda eng yirik texnologik brendlar logosi chiqdi. Eng yuqori hissiy emotsiya paytida Lenovo o'zini zo'r product placementlarini qilib ketdi. 8-keysimiz Lamine Yamal va Haggis. Futbolni ashaddiy kuzatadiganlar juda yaxshi biladi. Hozirgi yangi yulduz bor bu 19 yoshli yosh Lamine Yamal, Barselona o'yinchisi. Eng qizig'i, mana shu 19 yoshli hozirgi Lamine Yamal 19 yil avval atigi 19 yosh bo'lgan Messi tomonidan cho'miltirilgan bitta xayriya aksiyasida va o'sha rasm allaqachon internetda turibdi. Mana shu internet juda ham ommalashib, har xil konspirologiya bo'lib ketdi. 19-yil kungi o'yin, 19 raqamidagi Messi, 19 raqamidagi hozirgi Lamine Yamal, 19 yoshida, 19 yil avval deb turib, hamma narsa 19 bo'lib ketgandan keyin oxir-oqibat qiziq konspirologiya paydo bo'ldi va hamma bu narsani gapirishni boshladi. Bundan foydalangan Haggis kompaniyasi tog'orani rasmi qo'ydida, ular tez katta bo'lishadi degan reklamani qo'ydi. Natijada butun internet, butun dunyo birpasda Haggis kompaniyasi haqida bildi. 9-keysimiz FIDAP. Endi eng shirin joyga o'tamiz, O'zbekiston marketingi. Bu chempionat davrida mahalliy brendlarimiz ham xalqaro darsliklarga kiradigan qiziq keyslar qilishdi. Bozordagi eng dahshatli va aqlli trolling bu FIDAP va Oqtepa futbol klubi hamkorligi bo'ldi. Hammamiz bilamiz, FIDAPning fast food bozoridagi asosiy raqobatchilardan biri kim? Oqtepa lavash. FIDAP nima qildi? Ular raqobatchisini nomi bilan bir xil bo'lgan O'zbekistonda quyi ligasida professional Oqtepa futbol klubiga bosh homiy bo'ldi. Keyin esa jamoa futbolkalariga o'zining logotiplarini yopishtirib, butun mamlakatga Oqtepa FIDAPni tanlaydi degan reklamani ishga tushirishdi. Raqobatchining o'z nom brendingidan unga qarshi qurol sifatida ajoyib foydalandi. 10-keysimiz bu mashina, iPhone yoki shunga o'xshash narsalar va'da qilgan o'zbekistonlik bloger va kompaniyalar. Portugaliya O'zbekiston o'yinida Instagram bir narsaga to'lib ketdi. Hamma agar O'zbekiston Portugaliyani yutsa, mashina beraman, iPhone beraman, uni qilaman, buni qilaman degan videolar shunaqangi ko'paydi. Shunchaki obuna bo'ling, like bosing, davlat O'zbekiston qo'llab-quvvatlaymiz degan videolar ko'payib ketdi. Menimcha ham eslasa kerak. Brendlar, xo'p, kompaniyalar aqldan ozdimi? Yo'q. Bu sof risk management, xavflarni boshqarib ehtimoliy nazariyasi. Portugaliya dunyo giganti. Bizni g'alaba qozonishimiz juda ham ehtimoli kam edi. Buni brendlar bildi. Ya'ni risk qilsak 70-80% risk qilyapmiz. Lekin
хотя бы o'rniga obunachiga olamiz dedi-da. Biz yutib, Portugaliyani yutgan taqdirimizda ham 3 kun ichida millionlab ko'rishlar, obunachilar va kompaniyamizga bo'lgan mashhurlikni eng kamida oqlab, mana shu iPhone'dan chiqara olamiz deb ko'p kompaniyalar risk qildi, lekin risk deyarli qilmagan ekan, mashhur bo'lib olgani qoldi. O'zbekiston baribir yutkizdi va ular obunachi va prosmotrlarga ega bo'lgani qoldi. Aynan shunga o'xshash holat Argentinada adashmasam bo'lgan. Qaysidir televizor ishlab chiqaradigan kompaniya agar biz yutsak, jahon chempionati birinchi o'rinda olsak, hammaga televizor beramiz deb, ular haqiqatda ham hammaga televizor qatarqatgan o'shanda aksiyada qatnashganlarga. Jahon chempionati 2026-yildagi 11-keys. Bu O'zbekistonda Ronaldoga qilingan boykotcha. O'yindan keyin biz Portugaliyaga yutkazib qo'ydik. O'shandan keyin trend boshlanib ketdi. SMM har xil kichik kompaniyalar va katta kompaniyalar o'rtasida Aviasales, OneFit, Paynet, Korzinka shunga o'xshash kompaniyalar post qo'yishni boshladi. Rasmiy ravishda biz Ronaldoga produkt sotmaymiz yoki narsa sotmaymiz yoki xizmat ko'rsatmaymiz yoki Ronaldo bizdan foydalansa unga 2 barobar qimmatroq sotamiz deb qiziq trendlar boshlandi va bu qaysidir ma'noda xalqimizning e'tiborida yaxshi trend paydo bo'ldi. 12-keys men o'zim kuzatib turgan bir narsaga qiziq guvohi bo'ldim. Xayrulla Hamidov Amerikada O'zbekiston va Portugaliya futbolini sharhlayotgan bir vaqtda o'rtada tanaffus bo'ladi, o'z-o'zidan 45-minutdan keyin. O'shanda shu telefonini oldida Musaffo turdi, umra paketlarini reklama qilib ketdi. Bu juda ham ajoyib reklama bo'ldi, to'g'risi, chunki o'yin bo'lyapti, hamma diqqat e'tibori Xayrulla Hamidov boshqa Portugaliya juda lokatsiya ham zo'r. Bitta reklama qilib, uni internetga, Instagramga qo'ydi va chotki kollaboratsiya bo'ldi deb o'ylayman. Ko'rib turganingizdek, jahon chempionati 2026-yil shunchaki futbol emas. Bu trillionlab neyronlar, inson emotsionalari, sovuqqon matematik hisob-kitoblar ustiga qurilgan ulkan biznes. FIFA o'zini 15 milliard dollarlik rekordini urdi. Levi's o'z logotipini yopilgancha dahona javob berdi. Bizning mahalliy brendlar esa ulardan qolishmagan holda marketing darsini o'tib berishdi. Bundan tashqari men ko'rdim juda ko'p fintech, banklar, har xil katta kompaniyalar o'zbekistonlik futbolchilarni ambassador qildi. Yana ko'p reklama roliklari ishlab chiqildi. Aynan jahon chempionatiga moslab infopodlik, kreativ kommunikatsiyalar qilishdi. Misol uchun, ovqat bo'lsa, futbolni ko'rayotib ovqat yeyish, xaldenlik bo'lsa, xaldenlikdan narsa olib ovqat yeyish. Xullas, har bir mahsulot va servis o'zini servisga, mahsulotiga moslab jahon chempionatiga aloqador alohida reklama roliklarini ishlab chiqdi va uni aylantirishni boshlashdi. Bu biz uchun juda katta infopod, katta davr va mana shu paytda reklama marketing bozori anchagina qaynab rivojlandi. Men ko'zdan qochirgan, balkim eslab o'tmagan yoki vobshe ko'rmagan qanaqadir yana yangicha qiziqarli keyslar bo'lgan bo'lishi mumkin. 2026-yilda jahon chempionatida siz ko'rgan qanaqa yana biznes va marketing voqealar sodir bo'ldi? O'zbekistonda, chet elda bilganlaringizni, ko'rganlaringizni kommentlarda yozing. Bizga ham qiziq, o'qib chiqamiz. Salomat bo'linglar. Xayr.